hurmatli o'quvchilar. Mana biz orzu kutgan o'sha bizni quvontiradigan, ko'zimizni quvontiradigan va bizga shirindan shakar mevalari bilan biz kutgan Mehrjon, hosil bayrami mana tashrif buyurib ketdi. Biz hozir hammamiz mana shu Mehrjon bayramini chiroyli ko'tarinki ruhda o'tkazishga nima qilibmiz? Shay bo'lib turibmiz. Salom aziz bolalarim, mening zukko donolarim, muborak hosil bayram. Men ham olay bugundan illik ulkan bog'imda olib keldim mevamdan. Quyosh boboga rahmat, mevalar shirin sharbat. Mana Mehmon bobomiz davramizga tashrif buyurdi. Qarang, har doimgidek mana shu dalada ishlab, mana shu ketmon bilan nima qilgan? O'ziga mana shu Kartoshkaman bilsangiz mazaliman, yesangiz kuzda kovlab olasiz, ko'p ovqatga solasiz. Rokli karam juda foydali va mazali turi bo'lib 21-asr karami deb atalgan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga qo'shimcha ovqat sifatida beriladi. Bodring taqqansan, bodring haqida ham qani? Bodring diring polizga kirib turing, polizga kirgan chog'da palagin bosmay turing. Men ham sizdek bolaman. Qovoq solib olaman, palaginni bossangiz achchiq bo'lib qoladi.